Ikras va 3 xonali kvartirani chiqyapti. Narxi esa 51 ming AQSh dollari. Kvadrati esa 80 kvadrat. Ko'rishingiz mumkin, men video avvalda boshladim. Mana yerdan kirayotgan eshigimiz, bu esa prixojli zonamiz. Bu tomonda garderovka qilib ketilgan. Sanuzlarimiz alternativ bo'lyapti, bir ko'rishingiz mumkin. Bu esa hammom. Bu esa bolalar yotoqxonasi. Bu esa kuxnya. Gaz, ichishga hamma narsasi bor, xolodilnik kiradigan mashinalargacha bor. Ikkinchi xonamiz esa kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin, hamma narsalari, sharoitlari bor. Uchinchi xonamiz esa zal bo'lyapti. Uyimiz kvadrat 80 kvadrat, narxi esa 51 ming AQSh dollarida. Pastda telefon nomerlari bor, aloqaga chiqishingiz mumkin.